Assalomu alaykum hurmatli omilachilar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Furqat tumani To'rg'ay qishlog'idan Barkamol akamizni uyiga yetib keldik. Sotiladigan 3 ta semental xunajillari bor ekan, shularni sizlarga ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum Barkamol aka. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sizmisiz? Bugungi chislomiz necha edi bugun? 2026-yil 8-iyul. Hafta kuniga chorshanba. Barkamol aka, bularni tanishtirib o'taylik ekan. Bulari 3 ta ekan aka sizda bugun. 3 ta. Yaqinroq gapiraverasiz. Bular necha oylik aka bular? Manasi 5 oylik. 5 oylik. 6 oy, 7 oylik. 5 oy, 6 oy, 7 oy, 1 oydan farqi bor ekanda bularni. Kelavering. Mamiliyat sortidan. Bari bir xil mamiliyat sortidan uchovi ham. Sut yo'nalishida. Sut yo'nalishida. Bo'ylari 1.5 atrofida. 1.5, 1.10, 1-2 sant atrofida. Shuni ham baqa haydab yuboring aka. Toza qonli semental zotlar ekan. Yeyishlari ham hattoki yog'ochlar po'stlag'ini ham yeyapti. Bular onalari ham sementalni toza zotlardan bo'lgan ekanda. Shunaqa o'zimiz tanlab yurib olganmiz buni. Bu nima maqsadda sotyapsiz aka? Buni o'zgartirasizmi yangilariga yo uy qurilishligami? Dadamga mashina olyapman. Yaxshi niyatda ekan, mashina olar ekan. Chiroyli sifatlari ham bir xil. Bittasini mana bunisi aybini aytib solish kerak. Bitta qo'tir bo'lib qaytgan ekan, yaxshi bo'lib tuzalgan ekan. Shuni kelib ko'rib, o'zlaring gaplashib, ustida gaplashsalaring chiroyli bo'ladi. Barkamol aka, bularni narxlari qanday endi aka? Bular bir joyga sotiladimi yo yakka-yakka sotiladimi? Bular bir joyga qattiqroq gapiraverasiz aka. Bir joyga sotaveramiz. Bir joyga 80 million. Nech pul aka bir joyga endi uchovini kelishtirib yaqinroq qilib aytavering aka. Bir joyga 80 million xayri bor. 80 million xayri bor. Dona-donaga Yo'q, bir joyga sotib qo'yamiz. Bir joyga 80 million xayri bor ekan. Albatta buni telefonda kelishasizlar, ko'rasizlar. Kelishiladigan joyi bor. Telefon nomerlarimizni aytib o'tamiz aka. 91lik 91lik kodi bilan 692 692 29 29 12. 12. Shaqa shunday haydab yuboray aka, sal chiqsin. O'rtaroqqa haydab yuboring. Sog'liqlari joyida. Yeb ichishi, sog'ligi. Yeb ichishi yaxshi. Buni olganingizga necha oy bo'ldi aka bularni? 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi. Endi yaxshi niyatda sotishyapti ekan, mashina olish maqsadida. Albatta kelib ustida kelib gaplashsalaring, telefonda kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Asli yaxshi mollar ekan. Qornilari ham qarang. Yeb ichishlari yaxshi. Chup. Arqa holatlari ham. Yelimlari ham o'zi kichkina bo'lishiga qaramay katta yelim solib qolgan ekanda. Siyir qiladigan mollar ekanda aka bular, ha? Shunaqa o'zimizga siyir qilish bo'lganik. Sut yo'nalishiga olishgan ekan. Endi pul Yo'nalishini bo'lganlar. Pul zarurligi uchun mana sotyapti. Kelsalar, yaxshi mol, xo'jalik mollar ekan. Puli ham unaqa qimmat emas. Kelishib olaverasizlar. Xayri bor bir joyga. Hammalaringga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.